Tushdim. Tutsam do'kon yo'q. O'g'limniki u yo'q. Oqtarib ketishdi, topishdi, kattasini topishdi. Kichigi yo'q. Qatta qoldikmi, oqtarib qishlab qo'ymadi Shomirdonliklar. Otalariga rahmat hammalarini. Bir kun bittasini ko'mdim. Ertasiga ikkinchisini ko'mdim. O'lib ketishdi endi. Ikkovi yonma-yon. Qabristondagi ular yonma-yon yotishib. O'g'il o'sha yili 10ni bitirdi. 10ni bitirdi. Dada o'qishga kiraman. Nima bo'ldi? O'sha kuni borib militseyskiy shkolaga topshirib keldik. Bu paytda endi bemalol olardi. O'qimishli, ajoyib o'g'lim bor edi. Nihoyatda eski bola edi. O'sha kuni topshirib keldik. Yatta shashlikxonada ikkitadan shashlik yedik. Ko'zim qarasam uxlab ketyapti. Endi o'zimizga qarashlik edi, shashlik. Qanday uxlab olaver o'g'lim dedim. Uxlab oldi, ne? Keldik, vaqtga keldik, kelsak hamma yo'q yaxshi, do'konlar joyida, hamma yo'q ishlab bo'lyapti. O'sha kuni o'g'lim qoldi, ham chempionat bo'lyapti. Adashmasam rosa anaqa final edi o'sha kuni. Ha, final edi. O'rtoqlar aytgan ekan, yur futbol ko'ramiz degan ekan, ukasini tashlab ketgani to'yni o'mi. Ukasi bilan do'konda bo'lishgan. Mana shu Yordon tomondan keldi. Men kechqurun soat nechilar ekan bilmayman, shu birlarmi 12dan keyinda. Men o'yladim, tank kelyapti dedim. Tank. Ovozi bo'ladi. Ya tank nima qiladi dedim. Hali gruzovoy samolyot o'tyapti deb o'yladim. Dodib keldi mana odam. Tushdim. Tutsam do'kon yo'q. O'g'limniki u yo'q. Oqtarib ketishdi, topishdi, kattasini topishdi. Kichigi yo'q. Qatta qoldikmi, oqtarib qishlab qo'ymadi Shomirdonliklar. Otalariga rahmat hammalarini. Lararaqda ko'prik yubordi, shu ko'prikka mashinasidan ilashib qolgan ekan o'g'lim. Bir kun bittasini ko'mdim. Ertasiga ikkinchisini ko'mdim. Sel bo'lganda biz uyda edik. 98-yil iyunda kelgan. 11-dan 8-dan 9-ga, 7-dan 8-ga o'tarib kechasi bo'lgan. Men uyda edim. Ertalab charchaganman, uxlab qolganman. Ertalab tursam svet yo'q. Qo'shnilardan so'rasam, svet nima qiladi? Uyni havora oldi. Bu bilan tursam sel hamma yo'q. Odamlar nima qilishini bilmay yuribdi. Uyga kirsam yo'q, uydalarga ijtimo bo'lgan yo'q. Sentrga keldik, sentrga shunaqa. Bola işte ba'zi bolalar oqtarishdi, nimada ko'priklar tagidan. Va'dillikni olishdi, va'dillik bolani. Undan keyin ba'zi o'g'lini topishdi. Keyin Aqtam akam, men Mirzamat aka degan odam Majid og'ani oqtarib, o elpesayimiz, elpesan pasayagacha bordik. Papamga qaytib keldik. Bitta qizni ko'rdik. Chinor bor, chinordan chiqqan butoqqa mana shunday qurjon qilib ilib qo'yibdi. Uni olib, baqa olib, yopdik, u narsa topib. Suvashini qarab olmaydi. Ular hamma shokka tushib qolgan. Siz qayerda bo'lgansiz unda? Men uyda bo'lganman, tepada. Bilmaganmiz biz. Tepada uyda bo'lganman. Mana shu qo'limdagi narsani o'rniga sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Yoki mana bu shapkani o'rnida, futbolkani mana yozuvni o'rnida sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Ha, suv yaqinda bo'ldi. 98-yil bo'ldi. Sel bo'ldi. Sel bo'ldi. Qoraqo'rg'ondan sel keldi. Muz tushib ketib, yer yorilgandan keyin suv ko'payib ketib, sel olib ketgan. Shunda qanaqa talofatlar bo'lgan? Shomirdonda o'lim ko'p bo'lgan.
O'lim ham bo'lgan insonni. O'lim ko'p bo'lgan og'zi ketganda suv bosib kecha soat 11larda kelganda biz yordamda edik. Telpalar ham o'chgan, svet ham o'chgan 11da. Zo'r qilib bo'lmagan, oqib ketdi-da. Dachada o'tirganlar, Mehmonlar. mehmonlar. Soyga yaqin joyga bo'ladi-da dachalari. Shu Qochishni bilmaganda toqqa qarab qochmasdan yo'lga qarab qochgan asfaltga olib ketaverganda qoch. Endi bo'lganda hozir mana 80-yil bo'lsa 46ga kirgan bo'larmidi. 46ga kirgan bo'lardi o'g'lim. Nevarali bo'larmidi. O'lib ketishdi endi. Ikkovi yonma-yon. Qabristondagi ular yonma-yon yotishdi. Chiqaman kechalari dodni qo'yib yig'laydi. Anchalik shu uyim yonib ketsa olmasmidi shundan ko'ra. Uyim selob ketsa bolalarim tirik qolsa olmasmidi? Xullas, ikki o'g'limdan ham ajrab. Bitta qizim qoldi. Shu Xudoyim yana ba'zi o'g'il sut ketaman dedim. 41 yoshidanim shu umridan duot qo'yganman o'g'limga. Hozir bitta o'g'lim bor umrida. Yomon bo'ldi. Sen bu odamni bir xayolida yo'q narsada. Biz buni yomg'ir yog'ib turganda ham-ku ha yomg'ir yog'yapti-da deylar. Uni yordam tevasida ko'prik tiqilib qo'ygan. Ko'prik tiqilib qo'ygandan keyin hamma narsa kelib ushib tiqilavergan, suv to'lavergan. Bu aytmaganki, ey Shoymardonga bir e'lon qilib yo, buni hamma endi shoshda bo'lganmi nima bo'lgan. Ko'prik urib yuborgan. Uyda qatoshlar oqizib kelgan. Estodi chochib tashlabdi. Bo'lmasa 17 tonna o'sha estod. Estodi hech qat qolmadi. Chochib yo'q tashlab. Ko'pchilik ketdi, o'tdi. 7 tami 8 ta qo'shakalar bor edi. Ular ham hammasi ketdi. Marg'ilondan Summa orqasida 12 kishi ketdi. 3tasini topolmadi. Qaysi toshlar orasida qoldi, uni Xudo biladi. mehmonlar bo'lgan. Mehmonlar bo'lgan. Juda xilla odam oqdi. Xilla odam jabr ko'rdi, xullas. Shohimardondan katta nachaka bo'lardi, o'shaka tomonda o'tirardi, nevarasi bilan oqib ketdi. U ham o'g'llarim yonida. Ikkovi ham. Machit oldi bitta opa bor edi. U opa ham uyda qolib ketdi, uni ham uyning ichida qolib suv bosib qoldi. Bu tarixda bo'lmagan bunaqa holat. Yo'q, bo'lgan ekani, oldin bo'lgan ekan. 12-yili 12-yili bo'lgan ekan, 1912-yili bo'lgan ekan. U boshqa joydan kelgan, Oqtosh tomondan kelgan. Qochur sel kelyapti, otda kelgan. Hozir bu yerga Shohimardon qishlog'iga nechta joydan soy oqib keladi? Nechta yo'l bor? Hozir bu bitta, bu ikkita. Ikkita yo'l, ikkita joydan. Bitta joydan soy. Ha, Yordonda Bag'dan Dugoba tomondan tushadi. Yaqdan nimadan keladi? Bu Qorasho'ra tomondan keladi. Bag'da endi buni Ko'lqibondan keladi mana shu. Ikkita daryomiz bor. Yordondan ham ikkita daryo bor. Ham Dugobadan tushadi, ham Bag'dan keladi. Bu Bag'dan kelgan, Dugobadan kelmagan. Tevadan kelgan. Qo'zi degan joylar o'shadan kelgan. Muz to'planib qolgan deydi, yorilib ketgan deyshadi. Endi buni oldin vertolyot kelib, ammiak sepib, ashi muzlagan suvlarni ashuna joylar qatirib ketadi, muzni. Ammiak sepsa qatib qolar ekan u. Hep mustaqillikdan keyin bir vertolyot ham uchmay, olmasa mustaqillik sayozli paytda vertolyot kelib tez kelardi vertolyot. Mana shu ayniqsa yozda tez kelardi. Bu nima kelarkin, nima o'sha qarab so'rarkin desak, o'shanda o'sha muzliklarga ammiak separ ekan. Ammiak sepib, suvni o'sha muzni joyiga qatirib qo'yar ekan. Endi bilmayman, endi yaqlarda ham juda bag'i Xitoyga o'tib ketasiz. Juda bag'i oxiri yo'q.
Endi suv boshini men ona rost gap qayerdan kelishini bilmayman. Bu Ko'liquvonnikini bilaman qayerdan kelishini, muzdan keladi. Endi bu ham muzdan kelsa kerak-ku. Bu qancha joylari bor bilmayman. Baribir bilaman endi hamma joyda. 45-50 kilometr deyishdi. O'shan orasini borib kelganlar aytdi. Muz tushib birinchi ko'lga urgan. U ko'l tosh turib ikkinchi ko'lga tushgan. Ko'l bor ekan. Ana shunda toshigan ekan. Aytishadi 3dan biri kelgan baqa. 3dan ikkisi Xitoyga qarab yurgan deyishadi. Bo'lingan ekan suv. Agar hammasi kelganda batib qolmasdi agar. Borib ko'lga vertolyotda borib kelganlar aytishdi. Bu yerdan nechta o'lim bo'lgan o'zi? Batdan 5 ta odam o'lgan xolos. Qolgani mehmon bo'lgan. Ana. Nechta eri taxminan? Endi bu uning sanog'i yo'q, kim biladi. Nechtaligini bilmayman. 100 ta bo'lsa kerak. 100-300 ta. Endi ko'p mana aniq bilavermayman. Ana Gaznisadan bitta gruppa studentlar ketgan. Student qizlar. Ochagalar ashitda o'ta dacha bor edi. Bittasi ham qolmadi ochagalar. Hamma bir kun oldin ko'rdim o'shalarni. Chiroyli nuroniy chollar edi. Hech qaysi qolmadi. 7 ta ham olib ketdi. Undan tashqari yana nechta bo'lgan Xudo biladi dachada. Hech bacha o nararada bu 12 metrlik vagon bor edi. Shu vagon kelib masjidga tiqildi deyman-da, ko'prik tagiga. 12 metrlik vagon. Olib kelib shu ko'prik tagiga tiqqandan keyin suv baqa urib yuborganda. U sentrga urib yuborgan. Bir ikkitalar u terelar ustiga chiqib jon saqlab qolgan. Ochaga tomonga o'tadigan ikkita balka bor edi, kattadan ko'prikka qo'yilgan balka. O'shani shunday olib borib, selsetni oldiga olib borib qo'ygan. Balkani. Ko'prikni tayini. Akmaljon, Estodi chochib yubordi-ya. Estodi 17 tonna emas. Ekskavator esto ketdi. Eshitdim. Do'konimiz Chimyon qishlog'iga yetib keldi. Pastda 12 kishi ketdi. 3tasini topolmadi. Qaysi toshlar orasida qoldi, uni Xudo biladi. Mehmonlar bo'lgan. Mehmonlar bo'lgan. Juda xilla odam oqdi. Xilla odam jabr ko'rdi, xullas. Shohmardondan katta nachaka bo'lardi, o'shaka tomonda o'tirardi, nevarasi bilan oqib ketdi. Bu ham o'g'llarim yonida. Ikkovi ham. Masjidda oldida opa bor edi. O opa ham uyda qolib ketdi, uni ham uyning ichida qolib suv bosib qoldi. Soat nechilarda o'sha vahima boshlangan? Soat nechilar bor edi? 1:30larda kelgan. 11:30dan o'tirdi. Kunduzi, Kechqurun. kechasi. Kechasi. Bu umuman hayolida bir endi opto chiqib turgandan keyin qatta hayolingizga keladi, mayaqdan sel kelib mana oladi. Aytyapman, men gruzovoy samolyot dedim, hali yuk deydigan. Shunaqa ham past uchyaptimi deyapman-da. Biroq tashqariga chiqsam, mashallah dod deyapti-da. Og'zida o'ti bilan kelar ekan. Dod deb kelar ekan. O'shancha ota-bobolarimiz aytgan ekanki, o't balosi, suv balosidan Xudo o'zi saqlasin derkan. Endi mana yomg'ir yog'ib, ko'rib tursangiz hamki, Hushyor tortasiz. hushyor tortasiz. Bir joyga qarab qochasiz. Yo boshqa mehmonlar adashib ketib, o'zini suvga qarab urganmi, o'sha qochqochda endi qayerga qochishini bilmay qolgan. Nimada lager bor. O'sha lagerda qarang, bolalarni ochib ketishgan hammalarini. Bittasi yo'qmish-da. Endi Xudo umr bersa hech gap emas-da. Shunday tutsali bo'lib uxlayotganmish. Uni ham ochib ketishibdi. Bironta odam lagerdan ketmadi. Bilmayman 5 metr, 6 metr balandlikda kelganmi bu suv? Masjiddan. O'zi o'ylayman 5 metr. Endi bu dambalarni qilib hozir suv chiqarmaydigan qilib qo'ydi-yu. Odamlar qanaqa holatda bo'lgan o'sha paytda? Odamlarning holatini umuman tushunib bo'lmaydigan holatda bo'lgan. Qiyomat qayin bo'lgan. Karimov podshoyimiz kelganlar batga.
keldi, rahmat o'sha odamga. Bir ajoyib odam edi. Xudo bergan odam edi shu podshoyimiz. Endi Masjid o'sha paytda saqlanib qolgan ekan. Nima? Masjid qolgan, buzilmay. ha, masjiddan endi shu aylanib o'tgan deyishadi-yu. Masjid baquvvat bo'lganda, hamma aytaveradi. Mustahkamlik hisobiga qolgan. Ha, bu hammasi xudodan. Endi o'zingiz o'ylang, katta zdaniya bilan bunday narsani o'zingiz o'ylang. Qayergacha borgan Farg'ona? Farg'onani ham to'ldirib tashlagan, Farg'onani ham to'ldirib tashlagan. Buning ichida qanchasi qochib kelib, bitta alinaqalar ham bo'lgan. Har xil ishlar ham bo'lgan. Eridan so'ramay kelganlar ham o'lgan. Bunaqa xotinim yo'q degan. Kelganda endi itloq. Endi o'zi nas bosib ketadi Shoymarzonni. Bir surishtiradigan odam yo'q, xotiningni sani kim bu? Nima bu? Demaydi. Kel. Endi to'g'ri biz mehmon do'stmiz. Biz Shoymarzonga shuncha odam sig'ib ketadi. Nimaga deng, xo'p, keling. Biz tirikchiligimiz shular bilan-da. Shular bilan. Arqatlardan polmush keldi. Ama nemisga malades. Gudi beshiydi go'tekka cho'zim berdi, tushunasizmi? Biznikilar o'shani ham o'g'illashdi. Biznikilar. Bir vagon unda bekitib qo'yib, keyin chiqdi. Yapti perilobga bug'doy ustuvoshni qo'yavering endi. Shimotgani qo'yavering. Men bordim-da. Qancha qo'rada qo'ylar, qaqa ketdi bular, xudo bilar. Qirg'izistondan yordam bo'lmagan. Hech balo bo'lmagan Qirg'iziston. O'zbekistondan-chi? O'zbekiston yordam qildi. O'zbekiston qo'ymadi. Har bitta akapani nemisga malades. Har bitta go'dayga ham 5 qopdan un berdi. 5 qopdan berdimi? 5 qopdan un berdi. Tushunasizmi? 5 ta xo'jalik bo'lsa, 5 kishi bo'lsangiz xo'jalikda 25 qop un berdi. Boshqa joylardan ham keldi. Ustuvosh keldi, rezinkoti keldi. Joningizdan boshqa narsa keldi, yordam bo'ldi. Podsho o'zi keldi shu yerga. Podshohimiz keldi mana shu yerga, prezidentimiz. Nima oldu ekan deb keldi. Shu odam rahmat. Niqay to'p deb kelyapti. Shabada, nima o'tayapti? Shabadasi o'sha yerga cho'zilgan. Uni shabadasi ham ancha-muncha odamni qanchasini olib ketdi, xudo biladi. Do'konlar ketgan. Ha? Do'konlar ketgan. Ha, do'kon ijtimo qolmagan, maynalarga chipirib olib ketgan, ijtimo qolmagan. Oshxona bormi, do'kon bormi, choyxona bormi, daryoni bo'yida dacha-pachalar bormi? Odam bilan olib ketgan. Kech payt rost qanam batta bir narsa, batta ko'pchilik saqlab qolgan narsa, ko'pchilik mehmonlar anaqa chempionat bo'layotdi, futbol. Ashi bahona uxlashmagan. Uxlamaganlar tirik qolgan. Qochganda endi jonini saqlaganda. Ko'pchilik bilmay pastga qarab, suvga qarab. Suvga qarab qochib yorishgan ko'pchilik. Bilmaydi endi baland pastini. Yaxshi shu o'zimiznikilar, u dachalardan ko'pchiliklar. Baqa yur qilib tevaga tortgan hammasini. Bayoqqa qoch deganda o'zimiznikilar. Yalang'oyoq tapichkada tursiydik qochishgan. Buning ichida ayol bor, go'day bor, beshikli bola bor.